Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, so'rimsizlar? Sog' salomatmisizlar? Hamma tinchmi? Yana ishga jo'nadik mana. Yangi yilni ham kutib oldik, to'yni ham o'tkazdik, ovozlarimizni ham mana bo'g'dik, baqirib. Ishga chiqdik yana. Ko'pchilik so'rabdi. Diyor akam, ikkita termizlik oila debsiz, o'zingiz to'y qildingizmi deb adashibdi. Ikkita qudalarni ism familiyalarini yozganman katta videoda. Ikkita termizlik oila, bittasi bizning oldimizga kelgan, xo'jayinimning oshnalari, Farhod aka bilan Nigurengam. Ikkinchi oila Filadelfiyada. O'sha Farhod aka necha yillar oldin birga ishlagan bir inson, Bobur aka. Dilbar opa ayollar, Bobur akani ayollar Dilbar opani opalari bilan esa bu Farhod akalar qo'shni bo'lishgan. Ish qilib cheris chur degan gap bor-ku, Termizda ko'p yuradi. Endi hamma joyda bormi yo'qmi bilmayman, bizda ko'p ishlatiladi, cheris chur deydi. Shundan eskida tanish bo'lishgan, shu bilan keyin Amerikaga kelishgan, har zamonda aloqa qilib yurishgan, lekin hali quda bo'lish nimasida bo'lmagan. Allohning nima xohish irodasi, taqdir taqozo manday kutilmaganda to'y bo'lib ketdi. O'sha yangamning qo'shnisi, bu Dilbar opa qudamizning opalari Dilbar opaga aytibdi. Shularning ham bir qizi bor. Bir ko'ringlar deb. Shu bilan sochib, uchrashuv, to'y bo'lib ketdi. Tezlik bilan. To'y yaxshi o'tdi, Xudoga shukr. Filadelfiyada shunday qarindoshlarimiz bor ekan, termizlik qarindoshlarimiz bilmagan ekanmiz. Aytadi-ku, Farg'onada shunday kelinimiz bor ekan deydi mana o'tgan kunlarda. Shunday juda ham ajoyib odamlar ekan. Xarakter ashu 5. Men u kishilarning kimligini keyin kecha to'y tugagandan keyin bildim. Xo'jayinim aytdi. Termizda Zolotoy bochka degan nima bor? Baliq pishiradigan joymi, pivo joymi bilmayman, Zolotoy bochka deb eshitganman. Bir marta stomatologiyani izlaganimcha stomatologim Zolotoy bochka degan joy bor, shuni yonida bizda ofisimizda esa katta mana bunaqa pivo bochka, tilla rangga bo'yalgan pivo bochka izlaganman-da o'sha vaqt esimda. Xullas, xudolarimiz shular. Juda ham zo'r odamlar ekan.